Bu darsimizda formulalar, me'yorlar qatori bilan, ya'ni eng bizga kerak bo'ladigan va ma'lumotlarimizni avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan formulalar qatori bilan tanib chiqamiz. Biz hozir 10 ta formulani namuna qilib oldik. 10 ta formula ustida amallar bajaramiz. Qolgan formulalar xuddi shunaqa shaklga o'xshash ishlatiladi. Biz hozir tayyor jadvalda olganmizda, misol shahar aholisi va daromadi sifatida olganmizda o'shani ko'rib chiqamiz. Shu buni qanday qilib ishlatishni ko'rsatib o'tamiz. Shu formula yoziladi va qavsni ichiga o'sha kategoriya belgilanib, bir marta enter bosiladi. Bu nima qiladi? Bu mana shu shahar to'ldirilgan yacheykalar sonini nechtaligini aniqlab beradi. Endi счет стоит. Endi buni qanday qilib ishlatamiz? Buni birinchi formulani yozib olib, qavs ochib, ichiga esa polni belgilab, ham bitta ortiqcha belgilab, bitta enter bosamiz, bitta chiqadi. Sabab yacheykalar soni bitta bo'sh degan ma'noda chiqarib beryapti. Endi счет. Buni счет yozib olib, qavs ichiga mana ularni polni belgilab olib, bitta enter bosamiz, umumiy sonlar qatnashgan jadvallarning sonini aytib beradi. Ya'ni mana shu 24 ta sonlar qatnashgan jadvalni ko'rsatib beryapti. Sum. Umumiy belgilab, ya'ni sum deb yozib, umumiy belgilab, hamma summalarni belgilab enter bossak, bu o'sha umumiy sonlar yig'indisini hisoblab beryapti. Maksimalning qiymati eng yuqori qiymatni hisoblab beradigan, minimalning esa eng minimalisini hisoblab beradigan hisoblanadi. Snatch bu o'rta arifmetik qiymatini hisoblaydi. Mana shu sonlar bo'lsa, mana shuni o'rta arifmetik qiymatini hisoblab beradi. Bizga eng kerakli bo'ladigan если, счет если, summa если degan funksiyalar hisoblanadi. Endi qaranglar, если funksiyasi qanday ishlatiladi? Biz hozir bitta namuna sifatida olamiz-da, qarang. Biza mana shu Bremen shaharida shuncha aholi bor. Agar bizani aholimiz mana shunchadan kam bo'lsa, aholi kam deb chiqar. Agar ko'p bo'lsa, aholi ko'p deb chiqarib funksiyani ishlatganmiz. Если qolamiz, qavs ichiga d birinchi qator, ya'ni Bremenning aholisini belgilaymizda, kichkina belgisi va Gamburg aholisini belgilab, chamizda aholisi kam deb yopib, yana 2 nuqta virgul qo'yib, yana qavs ochib ko'p deb yozib, bitta enter bossak, aholisi kam. Ya'ni bundan bizning aholimiz kam deganini belgilanadi. Endi счет если funksiyasini qo'llab D3 ni belgilab olganimizda, biz D3 dan D4 gacha belgilab olganimizda topamiz, ochib 1000 dan kichkina bo'lgan aholi sonining umumiy yig'indisini topib ber deyapmiz. Ya'ni aholi soni umumiy yig'indisi, bunda aholi soni nechta degan ma'noda beryapmiz. Ozgina adashib ketdim. Aholi soni, ya'ni 1000 dan kichkina shaharlar soni nechta? Bunda esa xuddi shu narsa, faqatgina bunda aholi soni emas, balki aholi, ya'ni 1000 dan kichkina aholi sonining umumiy yig'indisini hisoblab beryapmiz. Mana umumiy yig'indisini hisoblab beryapti. Bu formulalar haqida qisqacha va tushunarli bo'lgan darsimiz.